qizlarni bir top tozlar alayda qolgan. Bu filmni ko'rib mashina tez haydasa toz bo'lib qoldig'ini his qildim. Shunga uyda o'tirib, chipar qizlarni ko'rganga yetmaydi ekan. Chipar qizlar. Qarang, tunnigun do'stlarim bilan bazoylang'il chiqqan. Faqat bazoylang'andek bo'lmadim juma. Odam jihyat eshak aram deb do'stlarim men yaxshi ko'rgan kimning hech qaysini aql qo'ymadi. Hech nima olamay inib kirdim shu. Voy, nimishqa o'zingiz yaxshi ko'rgandikan, eleversangiz bo'lmadi. Shu menga eleveray degan shu do'stlarimni xijil qilib qo'ymay dedim, bo'lmasa men eleverma. Unda o'zcha unda qilaylik qara. Bugun tushdan men sizni bozorga chiqay, bozorga chiqib siz nimani yaxshi ko'rsangiz men shuni deb beray. Qanday? Ma'qul. Qara bunda xusamsa, ishdan tushib, soat 6 bo'lgan vaqtida men sizning ishingizni oldiga boray. Qachon sizni olib boray. Bo'landa? Ma'qul. Nima? Adaş yaxşımı aldın qitim kelgan 12 santlik bir oyog'im bor-ku. Ha, shu oshni berib turar jinim adaş. Men bugun bir kiyib olay. Xopamay jinim adaş uyga kelib beralamsan. Pulda rahmat. Mening taxtim sening qo'lingda istikkan. Men uyda saqlab turay. Maquldir. Keldoma? Nima? Topirib beray? Ey, anaxon nimish qo'yqlamapti desa, do'sti oyog'ini akab bermagach o'tirib qopti desa, sening yuzingga satola qachon? Nereden bo'lsa hozir oyoqni deb akab bersa, bo'lmasa bishingni yer aytma. Hey, özünü bir qiyinig'icha reallik yuzlarsam bilmamdi. Reallik? Ha, reallik. Ma'qul, men reallikqa yuzlanay. Sen jiningda 3 ni tug'ib olding. Men bilan tanış do'stlarimning hammasi 2 dan 3 dan tug'ib oldi. Men reallik yuzlanaman deb aytay o'tirmanmi? Bir ishlarni kiyamay mijiqlab yursan. Qandami oldi keltansni? Tuzdira.
Yaxshimisizlar? Mushu filmningki qisqa chiqib qilishi, mushu o'sha pichoq bilan bevosita munosabatga mushu iqim miqdorini go'shtdan qimmat deb, shu mushu sizlarga qisqaroq film ko'rsin. Asli mushu gaplarni o'sha pichoq o'zi chiqib deydi, lekin u sizlardan xaplab qopti. Shunga ma'lum skandarlar qo'shib elib, o'sha pichoqni akazib qo'yinglar. Ha, endi sizlarning adiqinglarni chiqib qolgandi. Mana Çipar qizlar undar salonini qo'shib olsanglar, bizningmi adiqimiz chiqdi. Meramki, bu filmni Çipar qizlar ünidar saloni xaplab qilib qo'llagan. Endi Çipar qizlar ünidar salonini qo'shmasangiz Çipar qizlar pishmaydi. Voy, pishmaydi emas, chiqmaydi. Çipar qizlar. Siz balının sanını bir evlemsiz. Ma'qul. Munosib ballar men yo'qligimni boshlab ketdim, ha. Anarxon. Shimshim. Yusat. Hunarxon. Nafi. Farizat. Niye geç kalmışım ben burada? Geçireyim. Hamma kapapsizlar. Aslında ben bir kemeştim lift degan adam chiqib ben chiqqan liftni cho'za yopsidi. Hamma kapapsizlarda. Bak. Bu yebatdim bu nima adaş qalmağını. Men amma sababli u qaytib kelaman. Abay qattiqroq bir nima yeganda qilgan shu yebatga o'xshaymi? Ati bir nafasa bo'lamdi. Shuni qilib. Biroq bilmasam bir yumrik bir qira. Bir kuni bir shonjo yo'lda ketib, shunda talab ketib chopinzili tutgan tenib chiqib qoldi. Adaş kohorum bir öpürəm. Sen bu şokoladını süretipsən o. Hoş bulduk ya. Tamam tatlıq. Dengim yaxşı. Özümüz bu coşqun Türkiyemiz qılsaqmı Türkiye? Rahmet adaş. Maydım da yaxşı. Çok yaxşı. Ayma oruqlatma vallahi oruqlatma 44 kilo. Malisa Şamsa Qarapaka. Durup kalma gelince. Adaş. Sen üç vaktan kalmış da uçacak nasıl insan tuyamsa.
tamoq yeymansan? Nima? Nima yeysan? Polomatlarlar masoma nima yeyman? Ne deysan? Cho'ngoy chayxonasida yeyman. Bak o'xshaydi, bak o'xshaydi. Mama yeydigan narsa. Hay, bu degan sehriyni g'irim buyumlari qo'ya. İlan bermedi, rastını rastladı. Çoğun çayxonasida tamoq yeymiz dedi. Mana ma sehriyni g'irim buyumlari ekan. To'yin keldi. Ey sekri g'irim buyumlari joy-joylab makana chiqib qolgan. Ha, endi sizlarning oziqinglarni chiqib qolgandi. Mana Chipar qizlar undar salonini qo'shyapsizlar. Bizning oziqimiz chiqdi. To'xtan saloni, TV ras saloni, Krora mashin klubi, Visal saloni, Uynash tori, To'rzat saloni, Itot saloni, Qashqar kilo saloni, Yo'lovchilar saloni, Minxil saloni, Sirtlan saloni, Istimal saloni, Epizod saloni, Xo'sh xabar saloni, Sadoqat saloni, Gamnon saloni, Badambiz saloni, Aynak ekrani, Nur tori, Izdash tori, Karvan tori, Bashlan tori, Mirshab tori, Apandim tori, Yumur saloni, Ali Qurbanning Ali Qurban saloni, Ablajon Avtoyevning Ajifan saloni, Nijat Ali Yaqubning Jahon Ayniki saloni, Sehr g'irim buyumlari joylardan vakolatchi qabul qildi. Chipar qizlarni qo'llagan o'rinlarga alayhi rahmat aytamiz.